Zamira qaynonasining qarg'ishlaridan uyg'onib hovliga yugurdi. Hali quyosh ko'rinmay turib, ularning xonadonidan duoibat qarg'ishlar eshitiladi. Zamira nima qilsin, bu xonadonga kelin bo'lib kelibdiki, shu ahvol. Avvallari xafa bo'ldim, lekin bundan na o'ziga, na qaynonasiga foyda. Bolaligidan islomiy tarbiya berilgan Zamiraga qaynonaning duoibatlari, qarg'ishlari og'ir gunoh ekanligi ayon edi. Nima qilsin? Gapirishga huquqi yo'q. Gapirgan chog'ida ham quloq solarmidi qalbida g'azab in qurgan odam. Yangi kelinligida kuyovga ham aytib ko'rdi, lekin kuyov bola meni onam shunaqa. Yoqmasa katta ko'cha ketaver degandan so'ng noiloj tilini tiyib qo'ya qoldi. Namozlarida Allohdan qaynonasiga insof tilay boshladi. Bir kuni qaynona qo'shni qizni yangi tufli kiyib o'tib ketayotganini ko'rib, oyog'ing sinsin taqillatmay dedi. Zamira dahshatdan titragancha nari ketdi. Axir qo'shni qizning aybi nima? Yangi poyabzal kiyganimi? Kechga tomon qayin singlisining uyidan xabar keldi. Katta o'g'il Nabirani mashina urib, ikki oyog'i og'ir lat yebdi. Zamira qalban bu musibat qaynonasi qo'shni qizni begunoh qarg'agani tufayli Alloh bergan sinov ekanligini his qilsa-da, hech kimga og'iz ochmadi. Qaynona yana qarg'ish bilan band. Mashina chiqargandan tortib bechora haydovchisining 7 avlodi ham quruq qolmadi. Nabirasi uzoq vaqt to'shakka mixlandi. Qaynona bolaga qarayotgan shifokorlarni kasallar cho'ntagini qoqlab boy bo'lmay uying kuysin ilohim deganini Zamira eshitib qoldi. Allohdan qo'rqsa-da qaynonaga nasihat qila olmadi. 2 kundan so'ng katta o'g'lining hammomida yong'in bo'lgani xabarini eshitishdi. Qaynona esa hamon ko'r. Qarg'ishlari noto'g'riligidan Alloh unga belgi berayotganini hech tan olgisi kelmas, hatto bu voqealarni bir-biriga bog'liq deb ham bilmas edi. Hayot davom etar. Zamira bu nohaq qarg'ishlar bolalariga ham urushidan cho'chir, lekin ibodatdan boshqa iloji yo'qligini bilib turardi. Qarg'ishlar sabab hayot sinovlari ham og'irlashib borardi. Qaynona odamlarni iloyo ko'zing oqib tushsin deya duoibat qila boshladi. Uydagilar, qo'ni-qo'shnilar ham ayolning qarg'ishlariga ko'nikib ketishgan. Bu oddiy holga aylangandi. Lekin yaqinda boshi aylanib yiqilib tushgan qaynonani kasalxonaga olib borishdi. Shifokorlar uzoq tekshirishdan so'ng miyaga qon quyilgan, ikkala ko'zning qon tomirlari yorilgan degan xulosaga keldilar. Ana ko'rgilik. Alloh ilgari yaqinlariga musibat, og'riq bilan belgi yo'llasa, endi uning o'ziga dard berdi. Qaynona arang hushiga keldi, lekin ko'zlari ko'rmayotganidan faryodi ko'kka yetdi. Farzandlari taniqli professorlarga ko'rsatishdi, ammo nafi bo'lmadi. Qaynona yig'lay-yig'lay taqdirga tan berdi. Bir kuni Zamira bomdod namozidan turib oshxona tomon o'tayotganda qaynonasining zor-zor yig'layotgani eshitildi. Yugurib uning xonasiga kirdi. Qaynona joynamoz ustida tiz cho'kkan ko'yi Allohga iltijo aylab, yig'lab tavba qilardi. U kelini kirganini sezib bag'rini ochdi. "Yig'lamang jon buvi, Xudo xohlasa yana ko'rasiz." "Bolajonlarim, bari ayb o'zimda ekan. Tilimdan topibman, tilimdan. Bugun tushimda oppoq kiyimli salla o'ragan qariya ne sababdan shu kuyga tushganimni birma-bir aytib berdi. Noo'rin qarg'ishlarim tufayli boshimga shu ko'rgilik tushibdi. Odamlarni ko'zing oqib tushsin deb qarg'abman-u, buning mudhish oqibatini o'ylamabman. Qarg'agan odam ne ko'ylarga tushishini bildirish uchun Alloh o'z boshimga shu kunni sopdi. Ko'rlik nimaligini mana endi o'zim his etyapman. Egam qancha belgi ishoralar bersa ham g'ofil banda sezmabman. Birovning bolasini hech sababsiz oyog'ing sinsin dedim. O'z nabiramni mashina urib oyoqlari sindi. Kimningdir uying kuysin deb qarg'adim, o'z o'g'limning uyiga o't tushdi. Bolam
haqiqiy dili ko'r, o'lik o'zim ekanman. O'zim namoz o'qibman-u, to'g'ri yashashni, qarg'ash gunohligini bilmabman. Bilsam ham amal qilmabman. Namozxonman deb kerilmay, men o'lay. Yo Xudo, shu jazoga 1000 bora loyiqman. Bolalarim bechoralarni ham gumrohligim, nodonligim bilan qiynab tashlabman-a. Meni kechiringlar. Kechiringlar.